So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda va SMS xabarlari orqali sizga masofadan, uydan chiqmasdan turib daromad topish to'g'risidagi takliflar kelib tushdimi? Ehtiyot bo'ling. Bu firibgarlar bo'lishi mumkin. Bu firibgarlikning yana bir mashhur turi bo'lib, maxsus sotuv platformasi yaratganligini, ushbu platforma orqali siz mahsulotlar sotib olish orqali daromad topish mumkinligi va ushbu mahsulotni sotish uchun oldindan to'lovni amalga oshirish so'raladi. Siz boshlanishiga ularning hisobiga kichik summa tashlaganingizdan so'ng sizga ishonchingizga kirish uchun pul tashlab berishadi va katta summaga o'tganingizdan so'ng ushbu pullarni olish uchun yana ham kattaroq to'lov qilish kerakligini ular sizga ma'lum qiladi. Agar sizga tez va oson pul ishlash taklif etilsa, albatta hushyor bo'ling. Ehtimol bu firibgarlik sxemasi. Bunday va'dalar ortida sizni aldab, pulingizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlamoqchi bo'lgan firibgarlar bo'lishi mumkin. Internetda pul ishlash xuddi haqiqiy hayotda bo'lgani kabi kuch, vaqt, bilim va sarmoya talab etadi. Bu kabi aldovlarga aslo uchmang.